Assalomu alaykum bolajonlar. Ertak eshitishga tayyormisiz? Qani unda boshladik. Men hozir sizlarga chol va sholg'om ertagini aytib beraman. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim zamonda bir osoyishta qishloqda mehnatkash va quvnoq bir chol bilan kampir yashagan ekan. Bir kuni chol bog'iga chiqib, mayin tuproqni silab qo'yibdi-da, bugun yerga bitta sholg'om ekaman. Kim biladi? Balki juda ulkan bo'lib o'sar, debdi. Shu deb bitta kichkina urug'ni yerga qo'yib, ustini ehtiyotkorlik bilan berkitibdi. Kunlar o'tibdi, yog'ingarchilik bo'libdi, quyosh porlab chiqibdi va nihoyat sholg'om ko'karibdi. Har tong chol bog'ga kirib, sholg'omning ustiga suv sepib, unga qarab jilmayib qo'yardi. Kunlardan bir kuni u yaproqlar juda kattalashib ketganini ko'rib, hayron qolibdi. Voy, bu oddiy sholg'om emas, bu chinakam mo'jiza sholg'om bo'lsa kerak, debdi. Chol sholg'omni yurmoqchi bo'lib, kuch bilan tortibdi. Tortibdi, lekin sholg'om qimirlamabdi. Xuddi tuproq ichida o'rnashib olgandek edi. Chol o'ylab ko'rib nima qilishni bilmabdi. Keyin esa xayoliga kampirni chaqirish kelibdi. Kampir, hoy kampir, kel, bu mo'jizani birga tortamiz, debdi. Kampir yugurib kelibdi va cholning belidan mahkam ushlabdi. Ikki kishi bo'lib tortishibdi, lekin sholg'om chiqmabdi. O'ylanib ikkalasi qizini chaqirishga qaror qilibdi. Qizim, kel, bizga yordam berib yubor, shu sholg'omni olaylik, debdi kampir. Qiz yugurib kelib, kampirning belidan quchoqlab olibdi. Endi uchovlon tortishibdi, ammo baribir sholg'om joyidan qilt etmabdi. Shunda ular uchovlon o'ylab ko'rishibdi, buning nima qilish kerakligini o'ylashibdi. Keyin esa qizning xayoliga kuchukni chaqirish kelibdi. Qiz kuchukni chaqiribdi. Kuchuk, kel, sen ham bizga yordam berib yubor, debdi. Kuchuk dumini likillatib, qizning etagidan ushlab olibdi. To'rtalasi bir bo'lib tortishibdi, ammo hali ham sholg'om joyidan qimirlamabdi. Shunda kuchuk yon atrofda yurgan mushukka ko'z tushibdi. Mushukni chaqiribdi. Mushuk, bizga yordam kerak, debdi. Mushuk chiroyli qadamlar tashlab kelib, kuchukning dumidan ushlab olibdi. Ularning zanjiri endi ancha uzun bo'libdi. Mushuk kuchukning dumidan, kuchuk qizning etagidan, qiz esa buvining belidan, beli choldan ushlab, birgalikda tortishibdi, ammo sholg'om hali ham joyida ekan. Keyin mushuk qarasa, yon atrofda chiychiylab sichqon yurgan ekan. Mushuk sichqonni chaqiribdi. Miyav, kel, sichqon, sen yordam bermasang sholg'om chiqmaydi, debdi. Shunda sichqon yordamga kelibdi va birgalashib ular hammasi sholg'omni tortishibdi. 1, 2, 3, tort deb baqirishibdi. Shunda baland ovozda g'arch degan ovoz chiqdi. Hammasi orqaga qulabdi. Sholg'om juda ham katta bo'lganligi uchun dumalab oxiri to'xtabdi. Hammasi xursand bo'libdi, chunki sholg'om juda ham katta edi. Ular sholg'omni qozonga solib, sho'rva qilishibdi va hammasi birgalikda, hatto kichkinagina sichqon ham bu ovqatdan yeb ko'rishibdi. Shundan keyin ular baxtli hayot kechirishibdi. Ana ko'rdingizmi bolajonlar? Demak, kuch birlikda ekan. Ertagimiz ham o'z nihoyasiga yetdi.